Amir Temur 1336-yilda Shahrsabz yaqinidagi Xo'jaylivor qishlog'ida tavallud topgan. U buyuk sarkarda, davlat arbobi hamda Temuriylar imperiyasining asoschisi hisoblanadi. Amir Temur kuchli markazlashgan davlat tuzgan va katta hududlarni, jumladan Markaziy Osiyo, Eron, Iroq, Kavkaz hamda Hindistonning bir qismini egallagan. U mohir harbiy strateg bo'lib, ko'plab g'alabalarga erishgan. Samarqandni ilm-fan, madaniyat va savdo markaziga aylantirgan. Uning davrida me'morchilik, san'at rivoj topgan. Uning mashhur asarlaridan biri bu Temur tuzuklari bo'lib, unda davlatni boshqarish va harbiy ishlar haqida qoidalar to'plami berilgan. Amir Temur 1405-yilda Utror shahrida vafot etgan. Bugungi kunda ham Amir Temurni O'zbekistonda milliy qahramon sifatida e'zozlab kelinadi. Buyuk ajdodimiz va sarkarda Amir Temur 35 yillik hukmronlik davrida Markaziy Osiyo, Iroq, Eron, Hindiston, Turkiya hududlaridan me'morlarni, ustalarni, eng yaxshi hunarmandlarni Samarqandga olib kelgan. Amir Temur nafaqat buyuk sarkarda, balki me'morchilik san'atiga juda katta qiziqish bildirgan hukmdor edi. U o'z davrida shaharsozlik va qurilish ishlariga yuqori darajada olib chiqqan. Har bir zabt etgan hududining eng yaxshi ustalari, me'morlari va hunarmandlarini Samarqandga olib kelgan. Shaharni ilm, madaniyat, san'at markaziga aylantirishni maqsad qilgan. Qurilishlarda nafis bezaklar, koshillar va naqshlar alohida ahamiyat bergan. Amir Temur davrida qurilgan inshootlardan Bibi Xonim masjidi o'z davrida eng ulkan, hashamatli masjidlardan biri hisoblanadi. Go'ri Amir maqbarasi Amir Temur va Temuriylar avlodi dafn etilgan maqbara juda nozik bezaklar bilan bezatilgan. Shohizinda majmuasi ko'plab maqbaralardan iborat bo'lgan muhtasham ansambl. Oq saroy. Amir Temur davrida katta gumbazlar va baland peshtoqlar qurilgan. Rang koshillar, sirlangan g'ishtlardan ishlatilgan me'moriy naqshlar va islomiy bezaklar san'ati rivojlantirilgan. Amir Temurning fikricha, agar bizning qudratimizni ko'rmoqchi bo'lsa, qurgan binolarimizga boqsin deb fikr bildirgan. Darhaqiqat, Amir Temur me'morchilikni oddiy qurilish emas, balki san'at va siyosiy ramz hisoblagan. Qashqadaryo viloyati tarixi va madaniyat davlat muzeyida Amir Temur davriga oid bir qancha eksponatlar saqlanib kelinmoqda. Ulardan biri usti sirlangan va arab yozuvida bezak berilib, ustida nasriy usulda qasida bitilgan qabr toshi hamda naqshinkor va bezaklari betakror bo'lgan devoriy bezaklarni e'tirof etishimiz mumkin. Bu eksponatlarning tarixiy ahamiyati beqiyosdir. Chunki bu eksponatlarda uchraydigan naqsh va ranglar boshqa tarixiy yodgorliklarda uchramaydi. Bundan kelib chiqadiki, sohibqiron Amir Temur o'z kelajak avlodlariga beqiyos me'moriy yodgorliklar qoldirgan.